Barchangizga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Roblox o'yinida mana bu Yovuz ustozdan qochamiz do'stlar. Mana shu maktabdan qochamiz. Ya'ni bu biz maktabdan qochamiz, bu Yovuz ustoz bizni quvlaydi. Unda boshladik va bugun biz bilan mehmon o'zimni Radno ukam o'ynaydi. Mana ketdik do'stlar. Kel. Kel, chiq. Stul qo'yib chiq, stul qo'yib. Bo'l. Xo'p, ketdik do'stlar. Maktabdan qochish nimasi ishga tushdi. Xo'p, yurimiz. Sakraymiz bu tarafda nima bor, bu tarafda. Yurimiz. Kelyapsanmi? Maktabdan qochamiz endi. Qochishimiz kerak maktabdan. Yovuz ustozlar bor maktabda, Yovuz. Mana shu Yovuz ustozdan qochamiz-da biz hozir. Xo'p, bu nima? Bu yerda hech nima yo'q. Tepaga ko'tarilamiz. Xo'p. Bosib kel. Bos. Bosilmadi. Men ham bosishim kerak. Xo'p, mayli. Xo'p, ko'tar meni. Ketdik. Bugun maktabdan qochamiz maktabdan. Ko'rsatgan joyga qarab nima qilyapsan? Men biladan qo'yish kerak u yerga. Mana shunaqa qilib. Meni qo'yganim senga ko'rinadimi? Ko'rinmaydimi? Qo'yilmadi. Ana do'stlar. Baba, kel, chiq. Meni qo'yganimdan chiqyapsanmi yo? Hop. Tezlash. Tezroq qochishimiz kerak maktabdan. Hop. Tak. Men bu tarafga borib kelaman. Yo, u yer pastga tushib ketish kerak ekan-ku. Ko'rdingmi, men senda yaxshi o'ynar ekanman Robloxda. Sen hali chiqolmayapsan bitta joydan. Bo'l. Mana shunaqa do'stlar, mana chiqolmayapti. Men narvonni olib kel bu yoqqa. Nima qo'ygansan pastga? Bo'l. Zo'rg'a chiqdi shu yerdan ham. Xo'p, endi qayoqqa? Uni pastga ketamizmi? Xo'p, ketdik. To'g'ri kelamiz. Yopiq. Bu tarafga ketamiz. Bu yer ham yopiq. Yana pastga. Qurraga eshitilyapti unlarga. Ustoz. Mana-ku, men xonadan chiqdik hozir. Voy. Chiqdi bu. Qoch. Keladi hozir. Qayerga qochish kerak? Kalit olib kel. Nega kelmadi u? Nega kelmadi? Qayerda u ochadigan joy? Mana. Kelmadi u. Qo'rqdim ekan bizdan. Xo'p, do'stlar, bu endi nima katta zal. Ko'ryapsanmi? Qayerdasan? Nima qilib pastga tushamizmi? Voy, bu mendan o'tib. Voy, nega sakrab qo'ydim?
Hop, mayli, necha hech nima qilmaydi. Tezlashib ketdimi? Personajim tezlashib ketdi. Nima qilyapti bu? Nimalar qilib tashyapti? Sekinroq yursin. Oy. Nima qilyapti? Ha. Pishib ketyapti-yu, bilat. Ha, mabit bu yerda. Buni ustidan yuraymizmi? Ash tezlashgani yoqmayapti-da, bilat. Ustiga chiqib turib, sakraysiz o'rtasiga gapiradi. Unda nima qiladi? Tezroq o'tasiz. Yo'q, yugurib turibsiz. Hop, oba. Bittadan tepaga. Hop, Mana bu tugmani bosasiz. ketdik. Sen orqamda kelyapsan-ku. Oba, 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 oba. Nima tushib ketdingmi? Hop, kelaver. Mana shu tamam, kelmay turaman. Kelaver. Hop, ketdi. Mana pop. To'pni olib tushirishimiz kerak. Bungami? Keyin ochadimi eshikni? Sagar. Qani nima qilib otadi buni? Otdi-yu. Peshanangiz tez yuryaptimi? Ha? Sakrashni bilsak, o'sha soatchangizga sakrab turib shu yerga tashlaysiz to'pni. Ana. Voy. Mana bu nima qilyapti? Nima qilish kerak edi? Yo, bu zonada nima qilish kerak? Mana bu eshik bor ekan. Nimaga u quvlamayapti yo bizga yetolmayapti? Mana kel bu tepaga. Chiqdim men. Bizga yetolmayapti. Bu kaptonni nima qilishimiz kerak endi biz? Olmayapti shu kaptonni. Voy, nimaga bu tez nima qilyapti? Chet bo'lib ketdi. Bugmi? Maktabdan oson qochar ekanmiz-da unda biz. Voy, qayerga chiqish kerak? Bu yergami? Men tepaga chiqarmagan. Bu, bu. Bu nima qilib chiqaman endi buni tepasiga? Qani? Bo'ldi, ketdik. Pastga tushyapti. Xo'p, yuramiz, bug bo'lib qoldi. Shu do'stlar ko'rapsizlar. Roblox bug bo'lib qoldi. Nimagadir tezlashib, katta sakrab ketyapti. Bunaqada bizga maktabdan qochish juda oson bo'lib ketdi mana. Robloxda, voy. Roblox ban bo'lib qoldi. Ko'rasizlarmi? Bug bo'lib qoldi, bug. Voy, sakramay qoldi. Hop, ketdik. Hop. Hoppa. Voy, alin, tushib ketyapti. Uzr do'stlar, uzr. Hop. Hozir o'tib tashlaymiz hozir. Hop.
o'tamiz. Voy, sakrash kerak ekan. Sen nima qilding orqada? Voy, boshqatdan boshlaymizmi? Bitta qo'ysak. Voy. Xo'p, mayli. Davay unda. Boshlayveramiz. Do'stlar, ko'rapsizlar, Roblox bug bo'lib qoldi. Ya'ni tezlashib ketyapti. Hamma narsaga. Voy. Voy. Voy, juda xavfli vaziyatlar. Boshqara olmayapmiz-da personajni. Voy! Juda tezlashib ketyapti-da, boshqara olmayapman personajni. Xo'p, mana do'stlar, bu to'siqdan amallab o'tib oldik, chunki men 5-6 ta urinishda o'tdim, chunki Roblox bug bo'lib qoldi. O'zi sakrab, boshqa qilib bug bo'lib qoldi. Endi esa keyingi navbat ustoz bilan poyga o'ynaymiz. Davay. Ketdik. Qanaqa qilib nima qilib yuriydi bu? Nima qilyapti? Yana bug bo'ldimi? Voy. Nimaga yana bug bo'lyapti bu? Mashinadan qanday tushamiz endi? Bug. Xo'sh, do'stlar, mana bugni ko'ryapsizlar. Ustozdan qocha olmayapmiz, chunki Robloxda bug bo'lib qolyapti. Mashinalarimiz yurmayapti. Boya juda katta sakrab, boyagi joylarga chiqolmay qolyapti. Keyin mana bu ana bu joydan ham 5-6 ta urinishda o'tdim. Bu videoni pauza qo'ygandim. Mana bu ham bug bo'lyapti, ko'ryapsizlar. Hozir yana bitta urinib ko'raman. Videoni tomosha qilib turinglar. Spam bosamiz. Xo'p, no. Qani kelinglarchi, yana bitta ko'ramiz. Yana do'stlar, yuradigan narsalar yo'q, bug bo'lib qolgan. Xullas, shu yerda videoni o'z nihoyasiga yetkazaman do'stlar. Keyingi videoda albatta o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Agar shuni oxirigacha o'ting desanglar, kommentariyada yozsanglar, o'tishga harakat qilamiz. Videoga like bosib, podpisatsiya tugmasini bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Mana ko'ryapsizlar, o'yin bug bo'lib qoldi. Umuman ishlamayapti, yurmayapti ham. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog', omon bo'ling.